Assalomu alaykum. Bugun transport masalasini optimallashtirish degan mavzuni birgalikda o'rganamiz. Transport masalasi. Ushbu mavzuni 3 ta reja asosida ko'rib o'tamiz. Birinchi rejamiz transport masalasining mazmuni va uni optimallashtirishning iqtisodiy ahamiyati. Ikkinchi rejamiz transport masalasining matematik modelini tuzish. Hamda uchinchi rejamiz transport masalasini Microsoft Excel dasturi yordamida optimallashtirish. Umuman olganda, demak, xalq xo'jaligida juda ham ko'plab mahsulotlarni tashishga to'g'ri keladi. Ya'ni har doim ishlab chiqaruvchilar yoki zavodlar, fabrikalardan iste'molchilarga, demak, ishlab chiqarilgan mahsulotlarni yetkazib berishga to'g'ri keladi. Ya'ni tasavvur qilaylik, bir nechta demak, ishlab chiqaruvchi yoki zavod yoki fabrika deb tasavvur qilsak, mavjud bo'lsa va bularning har birida ishlab chiqarilgan mahsulotni aytaylik iste'molchilarga yetkazib berishning turli xil imkoniyatlari mavjud. Mana bu sxemada demak, ikkita zavod keltirilgan va har bir zavoddan 3 ta iste'molchiga demak, mahsulotni yetkazib berish imkoniyati mavjud albatta. Hamda iqtisodchilarning, ya'ni vazifasi aynan qanday tartibda mana shu ishni amalga oshirganda eng kam xarajat bilan amalga oshirish mumkin. Ya'ni demak, bu ishni qanday amalga oshirsak, xarajatlarimizning umumiy miqdori eng kam hisoblanadi. Bugun esa biz siz bilan ma'lum bir aniq misolda bu mavzuni o'rganamiz. Ya'ni biz bilamizki, demak, korxona faoliyati samaradorligi, ya'ni demak, korxonaning daromadini oshirish uchun demak, xarajatlarni kamaytirish ham juda muhim ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan bugun biz siz bilan aniq bir misol orqali demak, ushbu transport masalasini optimallashtirishni o'rganib olamiz. Aytaylik, demak, bir nechta fermer xo'jaligi va bu bir nechta fermer xo'jaligida ishlab chiqarilgan olma mahsulotlarini aytaylik, muzlatgichli omborxonalarga yetkazib joylashtirish kerak. Demak, mana bu yerda demak, transportda yuklash jarayoni va mana bu keyingi slaydimizda esa muzlatgichli omborxonalar. Siz bilasizki, demak, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, ya'ni misol uchun olma misolda o'rganadigan bo'lsak, olmalar yetishtirgandan keyin bir nechta bog'larda bular demak, ketma-ketlikda ma'lum bir skladlar, ya'ni omborxonalar, muzlatgichli omborxonalarga joylashtirib, saqlanib va ma'lum bir muddatdan keyin demak, savdo rastalariga chiqarib sotiladi. Demak, mana bu keyingi slaydimizda ham mana sklad, ya'ni muzlatgichli omborxonalarda o'sha olmalarni saqlash jarayoni keltirilgan. Endi bu slaydlarimiz tasavvur qilishingiz uchun. Keling, bugun bir aniq misolimiz bilan o'rganaylik. Tasavvur qilaylik, bizda 4 ta fermer xo'jaligi, ya'ni 4 ta olma yetishtiradigan fermer xo'jaligi bog'lari mavjud va demak, tasavvur qilaylik, 3 ta muzlatgichli omborxona bor deylik. Va bizni firmamiz, kompaniyamiz aytaylik, mana shu yetishtirilgan olma mahsulotlarini muzlatgichlarga, demak, transport orqali demak, yig'ib va ma'lum muddatdan keyin 2 oy, 3 oy, qanchadir muddatdan keyin buni savdo rastalariga chiqarib sotish bilan shug'ullanadi. Va bunda albatta har bir fermer xo'jaligidan har bir demak, muzlatgichli omborxonaga demak, olmalarni yetkazish imkoniyatlari mavjud bo'ladi albatta. Mana bu yerda birinchi bog' desak, birinchi fermer xo'jaligidan 3 ta muzlatgichga yetkazib berish mumkin. 3 ta muzlatgichli demak, omborxonaga olma mahsulotlari yetkazib berish mumkin. Xuddi shunday ikkinchi fermer xo'jaligidan ham uchala demak, muzlatgichga olma mahsulotlarini yetkazib berish mumkin. Xuddi shunday uchinchi va albatta 4-chi fermer xo'jaligidan ham demak, muzlatgichli omborxonalarga olma mahsulotlarini yetkazish imkoniyati mavjud. Biz mana shu ishni qanday qilib amalga oshirsak, eng kam xarajat orqali demak, bu ishni amalga oshirishimiz mumkin. Shu savolning javobini topish bilan shug'ullanamiz. Va albatta, demak, masofaning uzoq va yaqinligiga bog'liq ravishda, demak, har bir fermer xo'jaligidan har bir muzlatgichgacha, muzlatgichli omborxonagacha, demak, 1 tonna mahsulotni yetkazib berish uchun albatta qanaqadir xarajatlar talab qilinadi.
Va demak aynan shu masalani hozir birgalikda o'rganib chiqamiz. Bu yerda endi bu slaydimizda bu narsalar hammasi majoziy ma'noda tasavvur paydo qilish maqsadida keltirilgan. Va darhol ikkinchi rejamizga o'tib, endi aniq bir misol bilan ushbu masalani yechishni o'rganaylik. Masalan, mana misolimiz shunaqa shartga ega. Olma yetishtiruvchi 4 ta fermer xo'jaligidan 3 ta muzlatgichli omborxonaga olmalarni tashib yetkazish kerak bo'lsin. Quyidagi jadvalda har bir fermer xo'jaligi yetishtirgan jami olma miqdori, muzlatgichli omborxonalarning sig'imi hamda 1 tonna mahsulotni yetkazish uchun talab qilinadigan xarajatlar to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan. Endi mana jadvalga e'tiboringizni qarating. Bu yerda FX, ya'ni fermer xo'jaligi, birinchi fermer xo'jaligi aytaylik 80 tonna olma mahsuloti yetishtirgan, ikkinchi fermer xo'jaligi 120 tonna olma mahsuloti yetishtirgan, uchinchi fermer xo'jaligi 150 tonna hamda to'rtinchi fermer xo'jaligimiz aytaylik 200 tonna olma mahsuloti yetishtirgan. Hamda demak bizning kompaniyamizdagi mavjud bo'lgan 3 ta muzlatgichli omborxonalarda demak birinchi muzlatgichli omborxonamizda 150 tonna mahsulotni saqlash imkoniyati mavjud. Ikkinchi muzlatgichli omborxonamizda 200 tonna mahsulot saqlash imkoniyati mavjud. Hamda uchinchi muzlatgichli omborxonamizda 250 tonna mahsulotni saqlash imkoniyati mavjud bo'lsin. Mana bu jadvalimizdagi sonlar esa, masalan mana bu 3 esa birinchi fermer xo'jaligidan birinchi muzlatgichga 1 tonna olma mahsulotini yetkazib berish uchun talab qilinadigan xarajat. Masalan, bu aytaylik $3 deb tasavvur qilaylik, misol uchun. Demak, bu miqdor esa birinchi fermer xo'jaligimizdan ikkinchi muzlatgichga 1 tonna olma mahsulotini yetkazib berish uchun $4 xarajat bo'lsin deylik. Mana bu miqdor esa 6 son esa birinchi fermer xo'jaligimizdan 3-chi muzlatgichga 1 tonna olma mahsulotini yetkazib berish uchun $6 xarajat qilinadi deb tasavvur qilaylik. Xuddi shunday keyingi miqdorlar ham deylik mana bu son ikkinchi fermer xo'jaligidan birinchi muzlatgichga 1 tonna mahsulotni yetkazib berish uchun $4 xarajat qilish kerakligini tushuntiryapti. Mana bu son esa demak ikkinchi fermer xo'jaligidan ikkinchi muzlatgichga 1 tonna mahsulotni yetkazish uchun $5. Hamda mana bu 7 son esa ikkinchi fermer xo'jaligidan 3-chi muzlatgichga 1 tonna mahsulotni yetkazib berish uchun demak $7 xarajat talab qilinishini tushuntiryapti. Xuddi shunday keyingi sonlarning mazmuni ham xuddi shunday. Demak, tushunish kerak. Endi esa jadvaldagi ma'lumotlardan foydalanib eng kam xarajat bilan transport masalasini yeching degan shart turibdi. Demak, biz qaysi fermer xo'jaligidan qancha miqdordagi olmani qaysi muzlatgichlarga uzatsak, barcha demak mana bu yetishtirilgan olmalar muzlatgichlarga joylashtiriladi hamda shu bilan birga bu ishni eng kam xarajat orqali amalga oshira olamiz. Mana shuni masalasini yechish bilan shug'ullanamiz hozir. Endi esa buning uchun nima qilishimiz kerak? Buning uchun avvalambor transport masalasi demak modellar haqida tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. Mana shu demak oldingi demak slaydimizdagi mana shu jadval aslida bu transport masalasining umumiy modelining demak jadval ko'rinishi hisoblanadi. Endi esa bu transport masalasida keladigan demak modellar haqida ikki tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. Umuman transport masalasida modellar ochiq yoki yopiq bo'lishi mumkin. Agar mahsulot yetkazib beruvchilar, ayrim manbalarda, kitoblarda ta'minotchilar ham deb aytiladi. Demak, agar mahsulot yetkazib beruvchilarning ishlab chiqargan jami mahsuloti qabul qiluvchilar, ya'ni iste'molchilar ham deb aytiladi. Demak, qabul qiluvchilarning jami qabul qilish imkoniyati, ya'ni ehtiyojiga teng bo'lsa, bunday modellar yopiq model hisoblanadi. Agar mahsulot yetkazib beruvchilarning ishlab chiqargan jami mahsuloti qabul qiluvchilarning jami qabul qilish imkoniyatiga teng bo'lmasa, bunday modellar ochiq model hisoblanadi. Umuman olganda, har qanday ochiq model avvalambor yopiq modelga aylantirilib, bundan keyin yechim topiladi. Buning uchun masala shartidan kelib chiqib,
fiktiv ta'minotchi yoki fiktiv iste'molchi qo'shiladi. Bu nima degani? Fiktiv ta'minotchi yoki fiktiv iste'molchi degani bu demak xayoliy, ya'ni real hayotda aslida mavjud bo'lmagan, demak xayoliy, demak ta'minotchi yoki xayoliy iste'molchi deb tushunsak to'g'riroq bo'ladi. Hozir keyingi jadvalda buni yana yaxshiroq tushunib olamiz. Buning uchun demak avvalambor bizning misolimizda berilgan sonlar asosida demak modelimizni ochiq yoki yopiq ekanligini aniqlab olishimiz kerak. Demak, bizning misolda berilgan shartlar asosida modelimizning ochiq yoki yopiqligini aniqlaymiz. Fermer xo'jaliklarimiz jami mana 80 qo'shilgan 120, qo'shilgan 150 va qo'shilgan 200. Ya'ni demak 550 tonna mahsulot yetishtirgan. Shunday qilib bizning misolimizda fermer xo'jaliklarimiz hammasi bo'lib 550 tonna mahsulot yetishtirgan. Muzlatgichli omborxonalarimiz esa 150, 200 va 250 jami qo'shib chiqsak 600 tonna mahsulotni qabul qilish imkoniyatiga ega. Demak, modelimiz ochiq ekan. Nima uchun modelimiz ochiq? Chunki fermer xo'jaliklarimiz jami 550 tonna mahsulot yetishtirgan. Muzlatgichli omborxonalarimiz esa hammasi bo'lib 600 tonna mahsulotni qabul qilish imkoniyatiga ega. Ya'ni mana bu 550 va 600 sonlari bir-biriga aynan teng emas. Endi esa bu sonlarning farqini topamiz. Albatta, ya'ni farqi moduli 550 dan 600 ni ayirib -50 ni demak hisoblasak ham moduli, ya'ni uning absolyut qiymati +50 soniga teng bo'ladi. Umuman olganda bu ikkita miqdorning farqini topamiz. Bizning misolimizda 600 ayrilgan 550 50 ga teng. Demak, bu yerdan ko'rinib turibdiki, muzlatgichli omborxonalarimizning imkoniyati jami fermerlarimiz ishlab chiqargan mahsulotga nisbatan kattaroq, ko'proq. Demak, biz bitta yangi fermer xo'jaligi bor deb tasavvur qilamiz va bu qo'shishimiz kerak bo'lgan yangi fermer xo'jaligimiz fiktiv, demak, ya'ni xayoliy tasavvurimizdagi fermer xo'jaligi hisoblanadi va bu albatta 5-fermer xo'jaligi hisoblanadi bizning misolimizda. Agar mabodo fermer xo'jaliklarimizning demak yetishtirgan mahsulotining miqdori muzlatgichli omborxonalarimizning qabul qilish imkoniyatidan ko'proq bo'lganda edi, u paytda demak 4-muzlatgich, ya'ni xayoliy 4-muzlatgich mavjud deb demak fiktiv yana bitta demak muzlatgichni qo'shishga to'g'ri kelar edi. Bizning misolimizda esa demak hozircha fermer xo'jaliklarimizning yetishtirgan mahsuloti muzlatgichlarimizni qabul qilish imkoniyatidan kamroq bo'lganligi uchun demak tenglashtirish maqsadida bu ikkita miqdorlarning jamilarini demak 5-fermer xo'jaligini fiktiv fermer xo'jalik sifatida kirgizamiz. Demak, natijada jadvalimiz quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. Mana. Endi mana bu jadvalimizda e'tibor qilgan bo'lsangiz, mana 5-qatorda bitta xayoliy, ya'ni fiktiv fermer xo'jaligi mavjud deb tasavvur qilib, buni jadvalga kirgizdik. Va tasavvur qilaylik, bu xayoliy, ya'ni aslida real hayotda mavjud bo'lmagan fermer xo'jaligimiz 50 tonna olma yetishtiradi. Nima uchun aynan 50? Chunki oldingi slaydimizda ko'rdik. Demak, jami fermer xo'jaliklari yetishtirgan olma bilan demak muzlatgichlarimizni qabul qila oladigan miqdori farqi 50 edi. Natijada esa ana endi mana bu jami fermer xo'jaliklarimizni yetishtiradigan jami olmasi ham 600 tonna va muzlatgichlarimizni jami qabul qilish imkoniyati ham 600 tonnani tashkil qiladi. Ya'ni modelimiz demak yopiq modelga aylandi. Ya'ni biz hozirgina ochiq modelni yopiq modelga aylantirdik. Umuman olganda har doim har qanday ochiq model avvalambor yopiq modelga aylantirilib, undan keyin esa yechim topiladi. Mana e'tibor qilgan bo'lsangiz, fiktiv, ya'ni xayoliy fermer xo'jaligini men alohida rang bilan, ya'ni demak bu yerda qizil rang bilan ajratib ko'rsatdim. Hamda mana bu miqdorlar 0, 0, 0, 3 dan 0 sonini demak bu yerga joylashtirdik. Buni sababi demak agarda bu real hayotda mavjud bo'lmagan, hech qanaqa demak aslida mavjud bo'lmagan fermer xo'jaligi bo'lsa, demak bu fermer xo'jaligidan 1-muzlatgichga, 2- va 3-muzlatgichga 1 tonna mahsulotni yetkazish uchun hech qanday xarajat qilinmaydi. O'sha uchun mana bu yerda xarajatlarni ham o'rniga nollar, nol sonlarini joylashtirib chiqdik.
Endi esa mana fermer xo'jaliklarimiz jami yana 80, 120, 150, 200 va 50 sonlar yig'indisi 600 tonna mahsulot yetishtiradigan bo'ldi. Va muzlatgichlarimiz avvalgidek, demak 150, 200 va 250. Demak, jami yana 600 tonna mahsulot qabul qilish imkoniyatiga ega. Demak, modelimiz endi yopiq modelga aylandi. Chunki mana bu sonlarning jami bilan mana bu miqdorlarning jami bir-biriga tenglashib qoldi. Endi esa ushbu transport masalasini matematik modelini yasasak bo'ladi va bu keyingi slaydlarimizda amalga oshirilgan. Har bir fermer xo'jaligidan har bir muzlatgichli omborxonaga yetkazib berilishi kerak bo'lgan olma miqdorini quyidagicha belgilaylik. Va natijada mana bunday, demak, 3/5 matritsaga ega bo'lamiz. Ya'ni x1 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 x2 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 x3 x3 x4 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 x5 x5 va x5 Bu nima degani? Aytaylik, har bir fermer xo'jaligidan har bir muzlatgichga yetkazilishi kerak bo'lgan miqdorlarni x lar bilan belgilaylik. Albatta bu yerda bizda mana jadvalimizda 3/5 15 ta o'zgaruvchi bo'lishi kerak va biz 15 ta o'zgaruvchini mana shunday, demak, x va indekslarda sonlar bilan belgilab chiqdik. x1 degani mana bu yerda joylashgan son. Ya'ni birinchi fermer xo'jaligidan agar mabodo birinchi muzlatgichga qanchadir miqdordagi olmani yetkazmoqchi bo'lsak, demak, masalan aytaylik 80 tonna olmani birinchi muzlatgichga jo'natmoqchimiz. Demak, x1 80 ga teng bo'lib qoladi. x1 ning qiymati 80 hisoblanadi. Demak, natijada birinchi fermer xo'jaligidagi barcha olmalar birinchi muzlatgichga yetkazgandan keyin ikkinchi va uchinchi muzlatgichlarga, demak, birinchi fermerdan hech qancha mahsulot uzatilmaydi. Demak, bu holatda x12 va x13 larning miqdori 0 ga teng bo'ladi. Chunki biz barcha olmalarni aytaylik birinchi muzlatgichga jo'natdik. Xuddi shunday boshqa x lar uchun ham shu fikr o'rinli. Demak, jami xarajatlarimizni Q harfi bilan belgilasak, u bizning misolimizda quyidagi formula orqali hisoblanadi. Q, ya'ni jami xarajatlarimiz U3 ko'paytirilgan x1 mana bu son. Demak, 4 qo'shilgan 4 ko'paytirilgan x12 qo'shilgan 6 ko'paytirilgan x13 qo'shilgan 4 ko'paytirilgan x21 qo'shilgan 5 ko'paytirilgan x22 qo'shilgan 7 ko'paytirilgan x23 qo'shilgan 5 ko'paytirilgan x31 qo'shilgan 6 ko'paytirilgan x32 va hokazo. Mana bu yerda oxirida 0 ko'paytirilgan x53. Mana bu 3, 4, 6, 4, 5, 7, 5, 6, 8 va hokazo koeffitsiyentlar mana bu jadvaldan olingan. Demak, mana 3 ko'paytirilgan x1, 4 ko'paytirilgan mana bu yerda x12, 6 ko'paytirilgan x13 va hokazo. Demak, mana shu formula orqali biz demak qilinishi kerak bo'lgan jami xarajatlarni hisoblaymiz. Hamda bizning asosiy bosh maqsadimiz demak Q, ya'ni barcha xarajatlarimizning eng kichik qiymatini topish, ya'ni eng kam miqdordagi xarajatlar orqali mana shu transport masalasini bajarishdan iborat bo'ladi. Hamda keyingi slaydimizda o'rganish bilan ishimizni davom ettiramiz. Mana keyingi slaydimizda bizning misolimiz uchun demak quyidagi shartlar ham bajarilishi kerak albatta. Mana bu jadvalimizni yana mana shu yerga demak olib qo'ydik, ya'ni bu jadval yordamida biz mana bu qilinayotgan ishlarni mazmunini tushunishimiz uchun. Birinchi navbatda x1 1 qo'shilgan x12 qo'shilgan x13 ning yig'indisi 80 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni mana bu yerdagi x11, x12 va x13 mana bu yerdagi sonlarning yig'indisi albatta demak fermer xo'jaliklarining birinchi fermer xo'jaligining jami ishlab chiqarilgan mahsuloti 80 tonnaga teng bo'lishi kerak. Xuddi shunday x21, x22 va x23 sonlari mana bu yerda joylashgan sonlarning yig'indisi 120 ga teng bo'lishi kerak. x31 qo'shilgan x32 va x33 larning yig'indisi 150 tonnaga, ya'ni mana bu yerda mana x31, x32 va x33 mana bu yerdagi x larning yig'indisi 150 ga teng bo'lishi kerak. x41, x42 va x43 larning yig'indisi albatta mana bu yerdagi x larning yig'indisi 200 ga.
hamda x5u1, x5u2 va x5u3 larning yig'indisi tabiiy ravishda 50 soniga teng bo'lishi kerak. Va bu tenglamalar sistemasi bajarilishi kerak bir vaqtda. Shu bilan birga x1u1 qo'shilgan x2u1 qo'shilgan x3u1 qo'shilgan x4u1 va x5u1 larning yig'indisi 150 soniga teng bo'lishi kerak. Ya'ni demak x1u1, x2u1, x3u1, x4u1 va x5u1 sonlari mana bu ustundagi joylashgan x lar. Ularning yig'indisi albatta birinchi muzlatgichning umumiy imkoniyatiga teng bo'lishi kerak. Xuddi shunday mana bu yerdagi x1u2, x2u2, x3u2, x4u2 va x5u2 mana bu ikkinchi ustunda joylashgan x larning yig'indisi demak ikkinchi muzlatgichning jami imkoniyati, ya'ni 200 ga teng bo'lishi kerak. Xuddi shunday demak x1u3, x2u3, x3u3, x4u3 va x5u3 mana bu uchinchi ustundagi x larning jami sonlarining yig'indisi albatta 250 soniga teng bo'lishi kerak. Hamda shu bilan birga demak albatta barcha x larimiz butun va musbat sonlar bo'lishi kerak. Ya'ni x mana bu yerda indeksda sonlar yozilgan. Mana bu x larning barchasi, ya'ni mana shu yerdagi x larning barchasi albatta butun va musbat sonlar bo'lishi kerak. Chunki x larimiz demak har bir fermer xo'jaligidan har bir muzlatgichga necha tonna olma mahsulotini yetkazib berishimizni tavsiflaydigan miqdorlar hisoblanadi. Endi esa ishimizni Excel dasturi bilan davom ettiramiz. Ya'ni demak mavzumizning 3-rejasiga o'tib, aynan mana shu shartlar asosida matematik modelni tuzib oldik. Endi aynan mana shu matematik model asosida tuzilgan shartlar asosida demak transport masalasini optimallashtirishni Excel dasturi orqali bajaramiz. Mana bu yerda Excel dasturida men aynan o'sha slaydda ko'rgan jadvalingizni tayyorlab kirgizib qo'yganman. Endi esa buni qanday qilib bajarishimiz kerak? Ya'ni qanday qilib biz eng kam xarajat bilan mana shu ishni amalga oshirishimiz kerak. Bu yerda e'tibor qilgan bo'lsangiz, demak bizda 3 ga 5 matritsa turibdi, ya'ni jadval. Demak 3 ta ustun va 5 ta qatordan iborat jadval. Xuddi shunday misolni yechish uchun demak biz bu yerda 3 ga 5 matritsani yana tayyorlab kirgizamiz. Aynan mana shu yerda. Hamda demak Excel dasturidan foydalanishni bilasiz. Mana shu yerdagi sonlarni biz topishimiz kerak. Topishimiz kerak bo'lgan sonlarni men odatda sariq rang bilan bo'yayman. Siz albatta boshqa rang bilan bo'yashingiz ham mumkin. Demak mana sariq rang bilan bo'yayman. Hamda endi mana bu yerdagi sonlarni demak ya'ni fermer xo'jaliklarining imkoniyatlari. Fermer xo'jaliklari imkoniyatlarini mana bu yerga kirgizib chiqamiz. Bular demak 80 tonna. Birinchi fermer xo'jaligimiz demak olma yetishtiradi, ikkinchisi 120, uchinchisi 150 tonna mahsulot yetishtira oladi. Keyingisi 200 hamda fiktiv, ya'ni xayoliy fermer xo'jaligimiz 50 tonna mahsulot yetishtira oladi. Keling, bularni ham endi chiroyli ko'rinishga olib kelib qo'yamiz. Xo'p, endi esa mana bu yerda demak e'tibor qilgan bo'lsangiz bir qator joy tashlab ketyapman, chunki bu yerda hozir formula kiritamiz. Xo'p, xuddi shunday muzlatgichlarimiz demak, birinchi muzlatgichimiz 150 tonna mahsulotni saqlay oladi. Ikkinchi muzlatgichimiz 200 tonna mahsulotni saqlab, qabul qilib saqlay oladi. Uchinchi muzlatgichimiz esa 250 tonna mahsulotni qabul qilib saqlay oladi. Keling, yana bunday ko'rinish beraylik. Xo'p, endi esa mana bu yerda kelingki boyagi tenglamalar sistemamiz sharti asosida miqdorlarni kirgizamiz. Ya'ni bu yerdagi son teng bo'lishi kerak albatta. Bu yerda mana bu sariq xonalarda demak tasavvur qilishingiz kerak. O'sha biz x lar bilan belgilagan noma'lumlarimiz joylashgan. Xayolan tasavvur qiling. Demak bu yerda x1u1, bu yerda x1u2, bu yerda x1u3, bu yerda x2u1, bu yerda x2u2, bu yerda x2u3, bu yerda esa x3u1 va hokazo. Demak, boyagi tenglamalar sistemasida ko'rdingiz, mana bu yerdagi sonlarimizning yig'indisi, ya'ni bu teng demak summa, mana bu yerdan sum degani summa, ya'ni yig'indi. Mana bunaqa oyna paydo bo'ladi va mana bu tugmasiga bossangiz, kichkina oynaga aylangandan keyin demak ana bunday ustini bo'yab chiqsangiz bo'yildi. Demak enter tugmasini bosganimizdan keyin
yana shu oyna hosil bo'lgandan keyin okni bosgandan keyin demak mana bu yerda summa. Ya'ni mana bu yecheyka katakchada biz mana bu 3 ta sonning yig'indisini formula sifatida kirgizdik. Ya'ni bu birinchi tenglar sistemasida demak bu yerda kompyuter tilida tushunadigan holatda o'tkazyapmiz. Mana e'tibor qiling, 3 ta sonning yig'indisi. Endi esa barcha qatorlar uchun xuddi shu formula bajarish kerak bo'lganligi uchun demak mishkamizni mana shu ustida sal yurg'izib tortsak, demak barcha qatorlar uchun xuddi shu formula qabul qilinadi. Demak mana oxirgisini tekshirib ko'rdik bor yo'g'i. Xuddi shunday yodingizda bo'lsa ikkinchi tenglamalar sistemasi bor edi bizda. Ikkinchi tenglamalar sistemasida ustunlarning yig'indisi yozilishi kerak edi va aynan ustunlarning yig'indisini kirgizamiz. Demak buning uchun tenglik belgisini qo'yib, yana mana bu yerda summa tugmasini bosgandan keyin mana bu yerda demak oyna paydo bo'ladi va buni ustida yurgizsak hamda 2 marta enter tugmasini bossak, demak bizda mana bu ustunlar bo'yicha yig'indi hisoblanadigan bo'ldi mana. Ustunlar bo'yicha yig'indi hisoblanyapti. Xuddi shunday keyingi ustunlar uchun ham xuddi shu formula ishlashi uchun demak mana bunday ishkamizni tortsak, demak endi mana bu yerda qolgan ustunlar uchun ham hisoblanishi, demak formula, demak qolgan ustunlarga ham tatbiq etildi, oddiyroq aytsak. Va eng asosiysi endi maqsad funksiyamiz edi. Maqsad funksiyamiz, demak maqsad funksiyamizni men odatda qizil rang bilan bo'yayman. Mana qizil rang hamda yozuvlar yaxshi ko'rinishi uchun buni ichidagi yozuvlarni endi oq rangda yozsin deb buyruq beraman. Demak mana shu katak qizil rang. Qizil rang bizda maqsad funksiyamiz, ya'ni bizning jami xarajatlarimiz Q harfi bilan belgilagan formula yordamida topiladigan miqdor. Buni albatta bitta qo'lda bajarsa ham bo'ladi. Ya'ni maqsad funksiyamiz Q ni topish formulasi qanday edi? Mana bu son yodingizda bo'lsa ko'paytirilgan mana bu yerdagi son x11 qo'shilgan edi. 4 ko'paytirilgan mana bu yerdagi son edi. Qo'shilgan 6 ko'paytirilgan mana bu yerdagi x3 edi. Demak 1/7 uzr. Qo'shilgan demak mana bu yerdagi son ko'paytirilgan mana bu son edi. Va hokazo davom ettirishimiz kerak. Va albatta bu ko'rib turganingizdek anchagina mehnat, vaqt, kuch sarf qilishga sabab bo'ladi. Buni osongina topish yo'li bor. Albatta bu ishni qo'lda xuddi shunday davom ettirsam ham bo'lardi, lekin buni osongina yo'li bor. Buning uchun Excel dasturida sum proizv degan demak buyruqdan foydalanamiz. Sum proizv degani bu demak summa произведений degani. Summa произведений degani ruschasiga demak ko'paytmalarning yig'indisi degan ma'noni bildiradi. Buni albatta mana bu yerda men yaqinda ishlatganim uchun hozir tayyor turibdi. Sizda bo'lmasligi mumkin. Siz mana shunday demak ro'yxatlar ichida agar qidirmoqchi bo'lsangiz, другие funksiyaga kirib, mana bu oyna paydo bo'lgandan keyin mana bu yerga demak matematический degan bandni tanlasangiz, mana bu yerda demak sizda paydo bo'ladi sum proiz, ya'ni summa произведений degan buyruq. Summa произведений mana shu yerdan topasiz. Mana demak summa произведений ni topganingizdan keyin mana topildi summa произведений. Okey tugmasini bosasiz. Va natijada mana bu ko'rinishdagi oyna hosil bo'ladi va sizdan so'rayapti birinchi massiv, ikkinchi, kerak bo'lsa uchinchi massivni ham kirgizishingiz mumkin. Hozircha bizga ikkita massiv yetarli. Mana birinchi massivimiz demak mana bu miqdorlar, demak birinchi massiv matritsamiz to'g'ri, farqi yo'q, massiv desa ham bo'laveradi. Hamda ikkinchi massiv yoki matritsamiz demak mana bu. Hamda demak okey tugmasini bosgandan keyin bu yerdan 0 son hosil bo'ladi. Endi bu yerda nimani hisoblayapti kompyuterimiz mana. Ya'ni mana demak mana bu yerdagi mos katakchalarni ikkinchi demak mana bu matritsadagi mos katakchalarga ko'paytirib qo'yishib hisoblayapti. Demak bu kichkina soddagina mana shu ko'rinishga ega bo'ladi. Aniqroq aytsak, mana shu qizil katakchada demak 3 ko'paytirilgan mana bu katakchadagi son qo'shilgan, 4 ko'paytirilgan mana bunisi, demak qo'shilgan 6 karra mana bu va hokazo barcha katakchalar mos ravishda bir-biriga ko'paytirib qo'shilgan holatda demak hisoblab qo'yilyapti.
umuman olganda hozirgina biz mana matematik modelimizni Excel dasturi tiliga yugurib bo'ldik. Va endi albatta buni demak avtomatik tarzda yechish usulidan foydalanamiz birozdan keyin. Keling hozircha qilgan ishimizning mazmunini tushunaylik. Misol uchun aytaylik, mana biz nimaga erishdik? Ya'ni biz matematik modelini Excel dasturiga kirgizdik hozirgi masalamizni. Misol uchun birinchi fermer xo'jaligimizni demak 80 tonna olmasini mana birinchi muzlatkichimizga jo'natdik deylik. Natijada nima hosil bo'ldi mana? Natijada birinchi fermer xo'jaligimizni jami 80 tonna olmasi demak jo'natildi birinchi muzlatkichga va birinchi muzlatkichga 150 tonna mahsulot sig'adi, hali yana 70 tonna mahsulot qabul qilish mumkin va buning uchun $240 xarajat qilindi mana. $3 80 tonna uchun. Endi esa ikkinchi fermer xo'jaligimizdagi 120 tonna olmaning 70 tonnasini aytaylik, birinchi muzlatkichga jo'nataylik. 70 tonnadan ortiqroq uzatish iloji yo'q, chunki demak sabab mana bu birinchi muzlatkichimizga 150 tonnadan ortiqroq mahsulot yuk sig'maydi. Demak, birinchi fermer xo'jaligidan 80, ikkinchi fermer xo'jaligidan esa 70 tonna yuk jo'natildi. Natijada birinchi muzlatkichimiz to'liq olma bilan to'ldi. Lekin ikkinchi fermer xo'jaligimizda hali yana jo'natilmagan 50 tonna mahsulot bor. Chunki buni 70 tonnasini jo'natgandan keyin qolgan 50 tonnasi. Keling, mana shu yerda xarajat kamroq mana shu ikkinchi muzlatkichga jo'natamiz. Masalan, 50 tonnasini. Demak, natijada mana yana xarajatlarimiz hozir oshadi. Hozircha 520 edi. Ana bu enter tugmasini bosganimizdan keyin 770 tonna. Ya'ni mana bu yerda jami xarajatlarimiz hisoblab borilyapti. 80 tonna yukni $3 tashidi, 240, 70 tonna yukni $4, demak 280 hamda 50 tonna yukni $5 $250 xarajat bilan tashildi va $770 xarajat bo'ldi. Natijada hozircha demak ikkinchi fermer xo'jaligimizdagi mana bu 120 tonna olma mahsuloti ham jami mana nima qilindi? Demak, taqsimlab bo'lindi. Ya'ni yetkazib berildi muzlatkichlarga. Natijada hozircha demak birinchi muzlatkichimiz to'liq to'ldi, ikkinchi muzlatkichimizga esa bor yo'g'i 50 tonna olma qabul qilindi. Endi 150 tonna mahsulot yetishtirgan 3-chi fermer xo'jaligimizni yetishtirgan olmalarini demak jo'natishimiz yoki uzatishimiz kerak. Mana bu yerda demak xarajat kamroq, lekin bu birinchi muzlatkichimiz to'lib bo'ldi allaqachon. Endi esa mana 150 tonnani biz majbur bo'lamiz ikkinchi muzlatkichga jo'natishga. Albatta, uchinchisiga jo'natsak ham bo'ladi. Bu yerda xarajat bunga nisbatan kattaroq. Shuning uchun demak mana 150 tonna mahsulotimizni demak ikkinchi muzlatkichimizga jo'natamiz. Va natijada demak mana ikkinchi fermer xo'jaligimizdagi jami olmalar ham to'liq demak muzlatkichlarga jo'natildi. Va natijada ikkinchi muzlatkichimiz ham to'liq demak olmalar bilan to'ldi va boshqa demak olma qabul qila olmaydi. Hamda demak keyingi mana 4-chi fermer xo'jaligimizni yetishtirgan 200 tonna olmasini biz majbur bo'lamiz 3-chi muzlatkichga jo'natishga. Chunki birinchi va ikkinchi muzlatkichda joy qolmadi. To'liq to'ldirildi. Va demak mana bu 200 tonna mahsulotni jo'natganimizdan keyin demak $3270 xarajat bilan demak mana shu jami 600 tonna olmani demak joylashtirishimiz mumkin ekan. Va fiktiv bog'imiz ham bor edi 50 tonna. Mana bu yerda demak 3-chi muzlatkichimizda 50 tonna olmaga joy bor. Mana bu fiktiv 50 tonnani bu yoqqa jo'natishimiz qizil rang bilan mana demak bu hech qanaqangi mana bu son o'zgarishiga ta'sir qilmaydi, chunki bu mavjud bo'lmagan bog'. Demak mana 3270 son o'zgarmasdan qoldi. Va biz fiktiv bog'imizdan demak 50 tonna mavjud bo'lmagan xayoliy bog'imizdan 50 tonna mahsulotni demak 3-chi muzlatkichga jo'natdik tasavvur qilsak, aslida real hayotda demak buni mazmuni shuki 3-chi muzlatkichimizda 50 tonna bo'sh joy qolyapti. Albatta bu $3270 pul aynan mana shu 600 tonna mahsulotni muzlatkichlarga jo'natish uchun sarflanishi kerak bo'lgan eng kam miqdor emas. Buni esa topishni hozir o'rganamiz. Demak, buni aslida qanday topish kerak edi? Hozir bu sonlarni demak o'chiramiz. Hamda bu sonlarni aslida demak eslab qoling 3270 edi. Aslida kamroq xarajat bilan aynan shu ishni bajarishimiz mumkin. Buning uchun biz Данные degan menyuga kirib,
poisk решение tugmasini bosganimizdan keyin mana bu ko'rishdagi oyna hosil bo'ladi. Endi esa mana shu oynada biz demak hozirgi shartlarimizni bir boshdan kirgizishimiz kerak. Birinchidan optimizировать целевую funksiya degan joyiga demak biz qaysi yacheykadagi, qaysi katakdagi miqdorni eng optimal miqdorini topishimiz kerak. Albatta qizil, ya'ni maqsad funksiya. Men har doim demak topilishi kerak bo'lgan miqdorni qizil rang bilan bo'yayman. Mana qizil rang, ya'ni mana shu maqsad funksiyamiz. Va bu miqdorning maksimum qiymati kerakmi bizga, minimum qiymati kerakmi yoki qanchadir aniq miqdordagi son qiymati kerakmi? Bizga albatta bu miqdorning eng kichik qiymati, ya'ni xarajatlarning eng kichik miqdori bizga kerak. Shuning uchun ham demak buni minimum qiymatni topishimiz kerak degan ma'noda mana shu tugmani bosib qo'yamiz. Endi esa изменяя ячейки переменных, ya'ni изменяемые ячейки, o'zgaruvchi katakchalar. Qaysi demak katakchalardagi miqdorlar o'zgaruvchi. O'zgaruvchilar odatda sariq rang bilan bo'yaladi. Men shunaqa qabul qilganman. Siz albatta boshqa rang bilan bo'yashingiz ham mumkin. Mana sariq rangdagi katakchalar demak bo'yaldi va demak mana shu o'zgaruvchi katakchalar deb qabul qilamiz va kompyuterga kirgizdik. Endi esa shartlarimizni kirgizishimiz kerak albatta. Qanaqa shartlarimiz bor edi? Demak matematik modelni tuzganda biz tushuntirgandik. Birinchi navbatda mana bu katakchalardagi sonlar teng bo'lishi kerak albatta. Mana bu yerdagi sonlarga, to'g'rimi? Bu birinchi shartimiz edi. Shu bilan birga demak mana bu yerdagi katakchalardagi miqdorlar teng bo'lishi kerak edi. Albatta mana bu yerdagi sonlarga. Mana ikkinchi shartni ham kirgizdik. Hamda yana ikkita shart qoldi. Qaysi shartlar? Yodingizda bo'lsa, biz aytgandik, x larimiz albatta butun va musbat sonlar bo'lishi kerak deb. Demak, butun, ya'ni mana shu x lar, ya'ni sariq katakchalarda bizda x larimiz joylashadi. Bu sonlar butun va musbat bo'lishi kerak. Katta yoki teng bo'lishi kerak. Albatta 0 dan hamda demak aynan mana shu sariq katakchalardagi x larimiz, ya'ni miqdorlarimiz albatta butun son bo'lishi kerak. Va OK tugmasini bosamiz. Mana barcha shartlar kirgizildi. Endi esa kompyuterimizdan demak ushbu misolni yechish haqida so'rov berishimiz mumkin. Yana e'tibor qiling, mana bu yerda выберите метод решения, ya'ni yechish metodini, uslubini tanlang. Menga demak bu yerda 3 ta variant bor. Menda esa поиск решения линейных задач simplex metodim degan metod yoqadi. Chunki bu haqida yana keyinchalik gapiramiz. Aynan shu metodni tanlayman va найти решение degan tugmasini bosganimizdan keyin demak mana bizga yangi oyna taklif qilinyapti. Результаты поиска решения. Решение найдено, ya'ni yechim topildi. Все ограничения условия оптимальности выполнены. Demak, barcha shartlar bajarildi deyapti. Сохранить найденные решения. Demak, mana shuni saqlab xotiramga qo'yaymi? OK desak, demak mayli saqlanib qilsin. Natijada demak mana $3070 xarajat bilan bu ishni amalga oshirishimiz mumkin ekan. Buning uchun demak birinchi fermer xo'jaligidagi jami olmalarni demak 3-muzlatgichga jo'natish kerak ekan. Ikkinchi fermer xo'jaligidagi jami olmalarni demak birinchi muzlatgichga jo'natish kerak ekan. 3-fermer xo'jaligida demak yetishtirilgan olmalarning 30 tonnasini birinchi muzlatgichga hamda qolgan 120 tonnasini 3-muzlatgichga jo'natish kerak ekan. 4-fermer xo'jaligimizni demak yetishtirilgan olmalarni esa demak ikkinchi muzlatgichga jo'natish kerak ekan. Hamda mana bu fiktiv, ya'ni xayoliy bog'da yetishtirilgan 50 tonna mahsulotni 3-muzlatgichga jo'natish demak tavsiya qilinyapti. Mana shu tartibda agar biz yuklarni jo'natsak 3070, ya'ni yodingizda bo'lsa 3270 dan ko'ra bu son $200 ga kam. Ya'ni $200 arzonroq xarajat qilib shu ishni amalga oshirishimiz mumkin ekan. Albatta qachonki mahsulot yetishtirib beruvchilar ko'proq yoki xuddi shunday mana bunday skladlarimiz soni ham ko'proq bo'lganda bu ishni kompyuterda bajarsangiz anchagina oson bo'ladi. Keling endi bitta qo'shimcha shart kirgizib ko'ramiz. Qo'shimcha shartimiz shundan iboratki, tasavvur qiling, demak bizda 3-chi muzlatgichimiz zamonaviy sharoitlarga ega va maksimum darajada birinchi navbatda buni to'ldirishimiz kerak. Mayli $3070 emas, mayli ko'proq xarajat
qilinsada qilinsa ham mayli, rozimiz. Faqat birinchi navbatda mana shu 3-chi muzlatkichimizni to'ldirishimiz kerak. Chunki bu yerda olmalar yaxshiroq saqlanadi, bu yerda imkoniyatlari yaxshiroq, ya'ni saqlash imkoniyatlari yaxshiroq, sifatiga ta'sir qiladi deb tasavvur qilaylik. Ya'ni biz hozirgina masalamizga qo'shimcha shart kirgizib, buni yechishga harakat qilamiz. Bu paytda mana hozir demak ushbu misolni qanday bo'lsa shunday yechganimizda kompyuterimiz demak 3-chi skladimizga demak 50 tonna bo'sh joy qolishini tushuntirdi. Ya'ni fiktiv xayoliy bog'dan demak bizga 50 tonna mahsulotni 3-chi omborxonaga, skladga, xolodilnikka, muzlatgichga demak jo'natish tavsiya qildi. Endi esa shunday qilishimiz kerakki, natijada demak 3-chi muzlatgichimizda bo'sh joy qolmasin. Buni qanday amalga oshirsa bo'ladi? Buning uchun mana bu yerda 0,00 xarajatlarda mana bu yerda kattaroq sonni xarajat sifatida kirgizamiz. Masalan, aytaylik, mana shu fiktiv, ya'ni xayoliy bog'dan 3-chi muzlatgichga 1 tonna mahsulotni yetkazish uchun aytaylik $100 xarajat qilish kerak deb demak ma'lumot kirgizamiz. Endi natijada nima bo'ladi? Natijada kompyuterimiz demak agar 3-chi xayoliy bog'dan 1 tonna mahsulotni 3-chi muzlatgichga jo'natsa $100 xarajat qilishga to'g'ri keladi va bu mana bu miqdorning kattalashib ketishiga sabab bo'ladi. Mana 8070 so'mga aylandi. Va keyingi safar misolni yechimini so'raganda albatta kompyuterimiz harakat qiladi mana shu fiktiv, ya'ni xayoliy bog'dan 3-chi muzlatgichga mahsulotni uzatmaslikka. Natijada esa bu nima bo'ladi endi? 3-chi muzlatgichimiz to'liq foydalaniladi. Ya'ni to'liq demak ana bu real bog'lardan, hayotiy bog'lardan, mavjud bog'lardan mahsulot yetkaziladi, ya'ni to'ldiriladi. Keling endi demak yechimni yana so'raylik. Ya'ni bu yerda endi hamma ma'lumotlar kirgizilgan, bor yo'g'i найти решение degan tugmani bossak bo'ldi. Mana demak yana решение найдено, demak yana yechim topildi. Okey tugmasini bossak. Ana endi albatta kompyuterimiz bizga boshqacha variant taklif qilyapti. Natijada demak bu holatda, ya'ni aynan mana shu shartlar bilan, ya'ni 3-chi muzlatgichimiz albatta to'yilsin degan shart bilan misolimizni yechadigan bo'lsak, bu paytda birinchi fermer xo'jaligidagi 80 tonna, ikkinchi fermer xo'jaligidagi 20 tonna hamda 3-chi fermer xo'jaligidagi 150 tonna mahsulot demak 3-chi muzlatgichga jo'natilishi kerak. Hamda bizda endi 2-chi muzlatgichimizda bo'sh joy, 50 tonna bo'sh joy qolib ketadi. Lekin albatta $3170 xarajat qilishga to'g'ri keladi. Agar mana bu shartni kirgizmaganimizda edi, ya'ni 3-chi muzlatgichimiz albatta to'lsin degan shartni kirgizmaganimizda albatta $3070. Lekin albatta 3-chi muzlatgichimiz to'lsin degan shartni kirgizsak, albatta ozgina $100 ga ko'proq xarajat qilishimizga to'g'ri keladi. Mana shunday qilib, demak, transport masalasini yechsa bo'ladi. Hamda mana bu yerda keling, mana bu yecheykalar, katakchalarni ham rang bilan bo'yab qo'yaman. Demak, mana bu hozir aytganimizdek, mana bu sariq, qizil katakchadagi sonlar nima ekanligini tushundingiz. Xuddi shunday mana bu yashil rang bilan bo'yalgan, demak, yecheykalar, katakchalarni ham demak kompyuterimizni o'zi hisoblab beradi. Va mana bu bo'yalmagan miqdorlar bu albatta sizni kuzatishingiz yoki statistik ma'lumotlardan aniqlangan sonlar hisoblanadi. Ya'ni demak hech qanaqa rangga bo'yalmagan sonlarni modelga siz o'zingiz kiritishingiz kerak. Hamda demak qolgan mana bu turli xil ranglar bilan bo'yalgan demak yacheykalar esa kompyuterimiz tomonidan hisoblab beriladi. Endi esa demak mana bu yerdagi sonlarni o'zgartirgan holda har bir o'quvchi o'zi uchun alohida variant yasab bu misolni yechish kerak. Buning uchun jurnaldagi raqamini demak aniqlab, masalan aytaylik, men 30-raqamda turibman. 30 raqamini 10 ga ko'paytirsam 300 bo'ladi. Ya'ni jurnaldagi raqamni 10 ga ko'paytirib, hosil bo'lgan sonni mana bu sonlarga qo'yishib, demak yangi variantlarni hisoblab, demak o'zingiz mustaqil bajarib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Bu sizga albatta uy vazifasi. Masalan, men 30-variant bo'ladigan bo'lsam, 30 kara 10 bu 300 va 150 ga 300 qo'shsam 450, 200 ga 300 sonni qo'shsam 500, 250 ga 300 sonni qo'shsam 550.
xuddi shunday 80 ga qo'ysam 300 ni 380, 120 ga 300 ni qo'ysam 420, 150 ga 300 ni qo'ysam 450 va 200 ga demak 300 qo'ysam 500 va shundan kelib chiqib mana bu fiktiv bog'ni ham qancha bo'lishini o'zingiz hisoblab topib va yangi demak model tuzib o'zingiz mustaqil bajarasiz. Albatta mana bu katakchalardagi sonlarni ham o'zgartirib mustaqil tarzda o'zingizga variant yasab misolni yechib ko'rsangiz maqsadga muvofiq bo'lar edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Shu bilan darsimiz nihoyasiga yetdi.